Bugun 2026-yil 2-may sanasi ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Samarqand viloyati Samarqand tumani Shirnobod mahallasida joylashgan 617, 620, 592 konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyozning yaponskiy Velta navi ekilgan. Maydon hajmi 12 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda ekinlar unib chiqqan, yaxshi parvarishlanmoqda. Ushbu loyiha 20 ta dehqon xo'jalikka biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi o'rtacha 60 sotiqdan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihani amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor sifatida Shohruh mahsulot yetishtiruvchi kooperatsiyasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan o'rtacha 60-70 tonna, jami 8 tonna hosil olish rejalashtirilgan.